bugundan boshlab sog'liqni saqlash bo'yicha ham favqulodda holat e'lon qilamiz. Fuqaroni o'ylanmayapti-da, sizlar o'zingizlarni obro'ylar o'ylanyapti. Sertifikat 3 yilga berganda ma'nosi qolmay qolyapti. Chunki har yili kelib tekshirsa uni, yana 3 yildan keyin yana sertifikat olsa. Bu summalarga biz hech qanaqasiga to'lab bera olmaymiz. Agar shunaqa holatda agar yuqori summada to'lanadigan bo'lsa, men aplikani yopaman, boshqa ish qilaman. Xalq uchun ishlaydi deyishyapti. Xalq uchun ishlayapmiz, lekin ishlashimizga yo'l qo'yishmayapti. 2025-yil 14-oktyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi retsept bilan beriladigan dori vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi javobgarlikni kuchaytiruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Bu haqda quyi palata matbuot xizmati xabar berdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021-2024 yillarda dori vositalaridan zaharlangan shaxslar soni 18 ming nafardan oshgan. Shundan 177 nafarida o'lim holati kuzatilgan. 2022-2025 yillar davomida 18 milliard so'mlik 285 ming dona dori vositasi noqonuniy aylanmadan olib qo'yilgan. Birgina 2024-yilda bunday holatlar 2022 yilga nisbatan 3 baravarga ko'paygan. Ma'lumki, farma sohasi litsenziya, import ruxsatlari, sertifikatlash va davlat tenderlari kabi chuqur byurokratik zanjirlar orqali ishlaydigan yirik moliyaviy bozor. Shuning uchun retseptsiz savdo deb atalgan muammoning ildizi aslida quyi bo'g'inda emas, balki yuqorida qaror qabul qiladigan idoralar va ularning manfaatlarida. Masalan, 2022-yildagi Dok 1 Max fojiasi O'zbekiston farmatsevtika bozoridagi eng og'ir nuqtalardan biri bo'ldi. O'shanda 70 ga yaqin bola vafot etdi. Lekin dori ta'minoti va sertifikatlash orqali yuzlab million dollar aylanadigan tizimning yuqori pog'onalarida turganlar haqida so'z ochilmadi. Fojia texnik xatolik sifatida yopib qo'yildi. Chunki farmatsevtika bozoridagi katta pul aylanmasi davlat tenderlari va litsenziyalar bilan bog'langan. Jamoatchilik bosimi orqali bu tizim ochilsa, katta moliyaviy manfaatlar xavf ostida qoladi. Shu sababdan parlament muhokamalarida e'tibor ildizga emas, og'riqning simptom qismiga qaratiladi. Natijada tizim o'zini himoya qiladi va javobgarlik yuqoriga yetib bormaydi. Shuning uchun aytish mumkinki, qonun loyihasi aslida masalani ildizidan uzoqlashtirish uchundir. Hukumatning farma siyosatiga nisbatan aholining noroziligini aptekachi va iste'molchi darajasiga tushirishi muammolarni quyi bo'g'inga qaratishga urinishini ko'rsatadi. Bunday siyosiy manipulyatsiyada hukumat islohotchi, fuqaro esa qoidabuzar sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa o'zbek rejimining an'anaga aylangan yopiq qozon va javobgarlikdan qochish siyosatiga bog'liq. Shuning uchun muammo aslida noqonuniy faoliyatda emas, balki qonun bilan muhofaza qilingan tizimning o'zida. Agar bu tizim o'zgarmasa, qozon yopiqligicha qolaversa, statistik raqamlar ertaga yana ko'payaveradi. Demak, retseptsiz savdo masalasi orqali hukumat jamiyat noroziligini manipulyatsiya qilyapti. Davlat 2030-yilgacha mahalliy dori ishlab chiqarish ulushini 70% ga yetkazishni maqsad qilgan. Lekin 100 dan ortiq litsenziyalangan farmatsevtika korxonasining 80% faoliyati joyda qadoqlash va import qilingan moddadan qayta ishlab chiqarishdan iborat. Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov dori ishlab chiqaruvchilar uchun odamlar salomatligidan ko'ra dorilarni sotish muhimroq ekanini aytdi. Juda katta mana shu farmatsevtika biznesi borda, shuning orqasidan daromad qilinadi. Odamlarimizning sog'lig'i 5-masala. Dorilarni sotilishi muhim narsa. Deputat Tohir Polvonov esa retseptli dorilarning noqonuniy muomalasiga qarshi javobgarlikni kuchaytirish tashabbusi bilan chiqdi. O'zbekiston farma bozori hanuz Hindiston va Rossiya qo'lidaligi hamda noqonuniy aylanmada asosan ularning mahsulotlari ekanligi inobatga olinsa, bu ikki rasmiyning chiqishi O'zbekiston farma bozorida g'arb modelini joriy etish bo'yicha katta iqtisodiy kelishuv fonida ehtimol yangi sheriklik uchun ichki muhitni tayyorlamoqda. Shuningdek, g'arbning dori standartlari va regulyatsiyasini joriy etishga qarshi mahalliy konservativ tabaqa qanday reaksiya qiladi, shuni o'lchash mexanizmi bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari,
hukumat farma bozorida yangi geosiyosiy yo'nalishga burilayotgani holda bu jarayonni retseptsiz savdoga qarshi choralar orqali xalq oldida muloyim ko'rsatishga urinayotgan bo'lishi hamda g'arb hamkorlariga biz tartib joriy qilyapmiz, bozor ochiq va xalqaro talablarga mos degan signal yuborilayotgan bo'lishi ham mumkin. Agar hukumat Yevropa va AQSh farmatsevtik standartlariga yaqinlashib, bozorni g'arb litsenziyalariga ochsa, bu o'z navbatida Rossiya va Hindiston dori ishlab chiqaruvchilariga bo'lgan talabni qisqartiradi. Demak, qabul qilingan qonun loyihasi amalda aholining sog'lig'ini muhofaza qilish yoki noqonuniy savdoga barham berishga emas, balki farmatsevtika bozorini qayta taqsimlash, Amerika va Yevropa kabi tashqi hamkorlarga bozor uchun eshik ochish hamda ularning manfaatlarini qonuniy yo'l bilan mustahkamlashga xizmat qiladi. Islomda farmatsevtika tibbiyot kabi sog'liqni saqlash xizmati hisoblanadi. Sog'liqni saqlash bepul bo'lishi davlatning o'z fuqarolari oldidagi majburiyati bo'lganidek, bemorlarni yetarli miqdorda xavfsiz dori vositalari bilan ta'minlashi ham majburiyati hisoblanadi. Dori vositalari hayotiy zarurat bo'lgani sababli ularning yetishmasligi yoki yo'qligi inson hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli davlat dori ishlab chiqarishda to'liq mustaqillikka erishish uchun bor kuchini ishga solishi lozim. Bu esa importga muhtoj bo'lmaslik va shu orqali mustamlakachi davlatlar tomonidan shantaj yoki siyosiy bosimga uchramaslik uchun zarurdir. Agar biror narsa ruxsat etilgan bo'lsa-da, lekin u insonga zarar yetkazadigan bo'lsa, u holda o'sha narsa man qilinadi. Bu qoida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Tabuk yo'lida armiyasiga Samud qudug'idan suv ichishni man qilgan hadisidan kelib chiqqan. Shuning uchun barchani bepul tibbiy xizmat va yetarli miqdorda xavfsiz dori vositalari bilan yetarlicha va beminnat ta'minlash Roshid xalifalik davlatida amalga oshadi. Chunki hukumatning o'z fuqarolari oldidagi ushbu majburiyatini ado qila olishi faqat islom tuzumini hayotning barcha sohalariga mukammal tatbiq qilish bilangina bo'ladi.